Hammaga salom do'stlar. Do'stlar, bugungi videoroligimizda sizlar bilan sarmoya sarza pul ishlab boramiz. Do'stlar, Telegram hamda YouTube kanaliga a'zo bo'lib qo'ying. Sizlarga sarmoya sfitlar chiqarib boraman. Do'stlar, bu sayt havolasini video tagida hamda kommentariyada qoldiraman. Hozir ushbu saytda ro'yxatdan o'tishi mana White degan tugma bor. Shu tugmani ustiga bir marta bosamiz. Bosgandan so'ng mana registratsiya degan tugmaga bosamiz. Bosganimizdan so'ng do'stlar qarang. Birinchi qatorga o'zimiz email pochtamizni, ikkinchi va uchinchi qatorga bir xil parol yozib, registratsiya tugmasiga bosib, ro'yxatdan o'tib olamiz. Do'stlar, mana biz saytdan ham ro'yxatdan o'tib oldik. Endi ro'yxatdan o'tib olganimizdan so'ng do'stlar, bu yerda misol uchun turli xil bo'limlar bor. Ya'ni qarang, mana bu yerda biz mana bu vazifalar bajaradigan bo'lsak, bizga mana shuncha pul to'lab beradi ekan. Bu yerda mana ko'rib borasizlar, turli xil bo'limlar bor. Bu bo'limdan biz asosan do'stlar, ya'ni video ko'rib pul ishlab boramiz. Buning uchun qarang, mana 3 ta nuqtaga bosamiz va bu joydan hozir mana новый задание degan bo'limiga o'tib olib, hozir sizlarga vazifalarni bajarib olishni ko'rsataman. Do'stlar, bizni shu bo'limga olib o'tadi. Olib o'tgandan so'ng qarang, bu yerda turli xil vazifalar bor. Ya'ni qarang, bu yerda mana narx ham misol uchun mana 0.3 rubl, 0.2, misol uchun qimmatroq video kerak bo'ladigan bo'lsa, mana bu sena degan tugmani ustiga bir marta bosadigan bo'lsak, bizga narx qimmat bo'lgan vazifalarni chiqarib beradi. Bu joyda mana ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Mana bizga vazifa chiqarib berdi. Hozirda misol uchun mana bu vazifalar mavjud emas, chunki bajarilgan. Hozir mana 75 rubllik vazifa bor. Buni ham kirib olib bemalol bajarsangiz bo'ladi. Mana 30 rubl, 26 rubl, mana 25 rubl. Do'stlar, bu saytda misol uchun juda ham ko'plab vazifalar chiqarib boradi. Mana следующий degan tugmani bosib, keyingi bosqichga o'tib olib, misol uchun olsak bo'ladi. Mana 25 rubllik misol uchun kirasiz. Kirgandan so'ng misol uchun shartlarni o'qiysiz, ya'ni Google tarjima orqali tarjima qilib shartlarni bajaradigan bo'lsangiz, sizlarga mana shu pul beriladi do'stlar. Xuddi shunaqa tartib, misol uchun bemalol biz oddiy vazifalarni ko'rib olib, ya'ni bajarib, misol uchun sarmoya sarza kuniga 100 rubl, 200 rublgacha bemalol ishlab borsak bo'ladi. Bu saytda yangi vazifalar ham juda ham ko'p chiqib boradi. Mana vazifalar ham bo'limi ham bor. Juda ham ko'p vazifalar bor. Mana следующий degan tugmani bosib, keyingi bosqichga o'tsangiz bo'ladi. Keyin do'stlar, mana zadaniya bo'limida turli xil zadaniyalar bor. Ko'rib olib, misol uchun chiqasizlar. Bu yerda mana partnerskiy programma ham bor. Do'stlaringiz ham taklif qilib olib ishlab borsangiz bo'ladi. Keyin do'stlar, bu saytda biz misol uchun hisobimizga yig'ilgan pullarni ham bemalol misol uchun chiqarib olsak bo'ladi. Bu pul chiqarishda ham o'zi mana asosiy bu profil bo'limiga o'tib olib, yechib olishda ham ko'rsataman sizlarga. Mana profilimiz ustiga bosamiz hamda mana moy balans degan tugmani bosib, misol uchun biz qarang, hozir biz mana bu bo'limga o'tadi. O'tgandan so'ng qarang, bu yerda mana biz Payrga misol uchun bemalol hisobimizdagi pullarimizni yechib olsak bo'ladi. Hozirda meni hisobimda 0. 0 uchun hozir misol uchun pul yecha olmayman. Hisobimizda pullar bo'lgandan so'ng bemalol misol uchun vivisi tugmasini bosib, Payr hamyonimizga pullarni rublda chiqarib olsak bo'ladi. Do'stlar, xuddi shunaqa tartibda misol uchun sarmoya sarza ishlab borsangiz bo'ladi. Telegram hamda YouTube kanaliga a'zo bo'lib qo'ying. Bironta saytni video qilish kerak bo'ladigan bo'lsa, misol uchun Telegram orqali lichkamga yozadigan bo'lsangiz, sizlarning misol uchun saytlaringizni sizlarga referral bo'lgan holatda video ham chiqarib berishim mumkin. Hammaga omad. Videoga like yozish esdan chiqmasin.